do'stlar. Bu arabka kofemiz, bug'doy zernosi ya'ni. Bu holatdan biz yanchib, choy kabi damlab, dam yegandan keyin filtrdan o'tkazib, tindirib, sovutib, haligi kofelik qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqa sovut turadi. Endi buni ichish tavsiya qilinadiganlarga mana bu cold brew deydi, bu sovigandan keyin kofe americano desa ham bo'ladi. Mana bismillah. Anchagina achchiq. Buni kofein choydan tez ta'sir qilgani uchun inson ichishi bilan sirasi uyqular ochiladi. Miya faoliyati yaxshigina kofeinga to'yinadi. Buni Namanganda shofyor akalarimiz kunni issig'ida ham ishlariga akalarga tavsiya qilamiz. Kimki davleniyasi bo'lsa, buni shirin qilib beramiz va limonni so'kidan qo'shib, bu limeli tonik degan ichimligimiz bor. O'shalarga tavsiya qilamiz. Buni qorasini o'zini ichsa ham bo'ladi. Men o'zim mana shakarsiz ichaman-ku. Buni odatiy holatda kokteyl va ice coffee молочный qilib sotamiz. Barchaga tavsiya qilib taklif qilamiz. Bizga obuna bo'linglar, yangiliklarni kuzatib boringlar.